Cristiano Ronaldo bu shunchalar katta nomga aylanib ketdiki, unga bo'lgan obro' va e'tibor futbol saltanatinikidan-da katta bo'lib ketdi. Bu esa futbol saltanati uchun katta xavf. Do'stlarim, ushbu dasturimizda Cristiano Ronaldo, Saudiya Arabistoni va ularning atrofida bo'layotgan mojarolar haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, fransiyalik super yulduz Karim Benzema Al-Ittihod klubidan Al-Hilol safiga ko'chib o'tgan edi va barcha mojaro aynan mana shu sababli boshlangandi. Huquqiy, yuridik va moliyaviy fair play qonun qoidalariga ko'ra Karim Benzemaning bunga haqqi bo'lmagan, ya'ni Al-Ittihod klubidan Al-Hilol klubiga ko'chib o'tishga, lekin fransiyalik hujumchi barcha cheklovlarni va barcha qonun qoidalarini chetlab o'tgan holda qandaydir yo'llar bilan Al-Hilol klubi futbolchisiga aylandi. Bu esa Cristiano Ronaldoga yoqmadi. Chunki ayni damda Saudiya Arabistoni chempionligi uchun Al-Nasr hamda Al-Hilol klublar kurash olib borishmoqda. Al-Hilol klubi 20 ta o'yindan so'ng 50 ochko bilan turnir jadvalining birinchi o'rnida borayotgan bo'lsa, Al-Nasr klubi esa 20 ta o'yinda 49 ochko to'plagan holda, ya'ni 1 ochko farq bilan ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Va aynan mana shu qonun buzarlik sababli Cristiano Ronaldo Al-Nasr klubining 2 ta o'yiniga boykot e'lon qildi. Albatta, hozircha bu aniq va tiniq ma'lumot emas, ya'ni Cristiano Ronaldoning nechta o'yinga boykot qilganligi va nechta o'yinda maydonga tushmasligi. Uning maydonga tushmagan o'yinlarining soni hozircha 2 ta. Va do'stlarim, endi e'tibor bering, mana shu 2 marotaba maydonga tushmaganligi uchun buning ortidan Saudiya Arabistoni chempionatining qanchalar zarar ko'rganligini. Gap shundaki do'stlarim, Sport Express nashrining berayotgan xabariga ko'ra, Saudiya Arabistoni Premier Ligasi Ronaldoning 2 ta o'yinga tushmaganligining ortidan naqd 2 milliard 400 ming dollar zarar ko'rgan. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, Cristiano Ronaldoning boykoti ortidan global media va tijorat loyihalari Saudiya Arabistoni chempionati o'yinlarining translyatsiyalarini sotib olishdan bosh tortgan. Aynan mana shu sababli Saudiya Arabistoni chempionatiga naqd 2 milliard 400 ming dollar zarar yetgan. Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlarim, birgina Ronaldoning ortidan Saudiya Arabistonidan voz kechishmoqda. Ya'ni ushbu chempionatning translyatsiyalarini sotib olishdan. Do'stlarim, nima sababdan dasturimiz boshida Cristiano Ronaldoni futbol saltanati uchun katta xavf deya aytib o'tgan edim. Agar Ronaldoning ortidan bitta chempionat mana shuncha zarar ko'radigan bo'lsa, bilmadim, agar Ronaldo qandaydir sabablarga ko'ra jahon chempionatini yoki Yevropa chempionatini boykot qiladigan bo'lsa, ushbu musobaqa tashkilotchilari qanchalar zarar ko'rishini. Do'stlarim, Ronaldo bu katta nom va katta shaxs. Shuning uchun hozirgi kunda u bilan hisoblashmaslikning imkoni yo'q. Albatta, futbol va jamoalar bitta shaxsdan ustun turadi, lekin ba'zi hollarda mana shunday shaxslar ham butun boshli jamoadan va butun boshli tashkilotlardan ustun bo'lib ketib qolmoqda. Yaqqol misol Cristiano Ronaldo. Eng e'tiborli shundaki, ushbu holatda hattoki muxlislar ham Cristiano Ronaldoni qo'llab-quvvatlamoqdalar. Agar esingizda bo'lsa, Al-Nasr klubining Al-Ittihod klubiga qarshi o'yinida ham 7-daqiqada muxlislar Cristiano Ronaldoning 7-raqamini ko'targan holda uning ushbu boykot qarorini ham qo'llab-quvvatlashgandi. Bundan esa shuni tushunishimiz mumkinki, muxlislar Ronaldoni boykot uchun tanqid qilishmagan, aksincha uni qo'llab-quvvatlashgan. Va qaysidir ma'noda Ronaldo ham muxlislar ham haq. Sababi Ronaldo korrupsiyaga qarshi kurashmoqda. Lekin do'stlarim, Saudiya Arabistonidagi korrupsiyani yo'q qilish uchun birgina Cristiano Ronaldoning o'zi yetarli bo'ladimi yoki yo'q? Buni endi vaqt ko'rsatadi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? Ushbu vaziyatda Cristiano Ronaldoni qo'llab-quvvatlaysizmi yoki yo'q? Sizning fikringizcha Ronaldo korrupsiyaga qarshi kurashib, boykot qilib, Al-Nasr klubining o'yinlariga boykot qilib to'g'ri qaror qabul qilganmi yoki futbolchining vazifasi shunchaki maydonga chiqib nima bo'lishidan qat'iy nazar futbol o'ynashmi? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman.